Assalomu alaykum, Tikmash kanalimiz a'zolari. Bugun videomizda Zoji D9500 Averloyni to'liq obzor qilib beramiz. Ya'ni bir ikkita narsalarni tushuntirib beramiz. Bunning asosiy ko'p odamlar tushunmaydigan narsasi tilida. Bu ingliz tili, rus tili va xitoy tilida bo'ladi, o'zgaradi. Xo'p, buni qilish juda ham oson. Xo'p, bu yerda pi tujmatkasi bor. Bu lukudan chiqadi. Xo'p, yana bitta bosinglar. Xuddi shunday P63 bo'ladi. Xo'p, men buni tayyor holatga shunday holatga keltirib qo'yaman. Sizlarda bo'lishi mumkin. Misol 64, 65 shunday o'zgarib ketaveradi. Bu har xil ketaveradi, xuddi shunday. Sizlarda har xil chiqishi mumkin. Shuni 63-chi P0063 ga borishinglar kerak. Bilishinglarki, bu undan keyin qilinadigan ish. Buni bitta bossanglar, bu yerga o'tadi. Ya'ni bu tugmachani bosasizlar, bir marta bosish uchun yetadi. Bu 2 ga qo'ydik. Kaydet. Bu turk tili. Hop. Sağ liste. Değeri eksilt. 1 ga qo'ydik. 保存. Bunda xitoy tili. Va yana endi o'zgartiramiz. 数值键. 0 ga qo'yamiz. Endi esa Save. ingliz tiliga o'zgardi. Kimga qaysi biridan qulay bo'lsa, xuddi shunday qilib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yasizlar.